Mogo va yana Mogo. Ha aziz obunachilar, Mogo yangilik qilishdan charchamaydi. Xabaringiz bor, super yutuqli o'yinimiz davom etyapti. Bunda ya'ni 2 kishilik Sharm-el-Sheyxga uchish yo'llanmasi hamda unga yaqin qimmatbaho sovg'alar. May oyida ishtirokchilarimizni aniqlab oldik. Yana iyun oyida ham mana davom etyapti. Hozirgi kunda bitta ishtirokchimiz bor. Iyun oyida kechagi kunda mashina xarid qildilar. Buni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar, mashinamizda ya'ni qimmatbaho siz ham mashinalarimizni xarid qiling. May oyidan iyul oyigacha bo'lgan muddatda mashinalarimizni xarid qiling. 20-maydan 27-iyungacha super yutuqli o'yinimiz yo'llanmasini qo'lga kiriting va Sharm-el-Sheyxga borib maza qilib dam olishga nima etsin? Akalar, kelinglar mashina xarid qilinglar, bir dam olib kelasizlar. Mashinalarımızdan 5 milliongacha aksiyalarimiz bor. Buni ham video davomida obzor qilib o'tamiz. Har bitta mashinamizda aksiyalari, bombalari bor. Yana mashinamizda Mogodan mashina xarid qilgan mijozlarimiz uchun 20% usta haqqi chegirmalarimiz ham bor. Bular ham oldin aytib o'tilgan. Podrobni yana tushuntirib o'tamiz. Tamam, videoni tugagan. Mana aziz obunachilar, mana akamiz kechagi kunda Matiz avtomashinamizni xarid qildilar. Matiz avtomashinamizni xarid qildilar va super yutuqli o'yinimiz ishtirokchisiga aylandilar. Aka, super yutuqli o'yinimiz 27-iyul kuni o'ynaladi. Kelasiz, yutuqni o'ynaymiz. Ya'ni qaysi yutuqlar chiqsa, o'nga yaqin qimmatbaho sovg'alar yoki Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik yo'llanmani qo'lga kiritasiz aka. Muborak bo'lsin, mashinalar yaxshi kunlarda aylang. 27-iyul kuni ko'rishamiz aka. Tamam. Assalomu alaykum barchaga, aziz obunachilar, qadrdon do'stlar, aziz vatandoshlar. Xudo xolasa bugun Mogo Avtolizing kompaniyasiga keldik. Xudo xolasa inshaalloh bu yerda sizlar uchun katta o'yinlar, juda katta o'yinlar o'ynalyapti. Aksiyalarni bombasi bo'lyapti. Xudo xolasa bugun shu yerdan video obzor qilamiz. Mashinalarni bizga bomba skidkalar, chegirmalar qilib tashlaganmiz. Xudo xolasa video davomida ko'rib borsangizlar bo'ladi. Akamiz bilan to'liq obzorni qilib boramiz video davomida. Videomiz yoqsa bittadan like bosasizlar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Mogo filiallarimizda zo'r aksiyalar qilib o'tyapti. Bundan davom etamiz. Matizlarimizni boshlaymiz. Matizlarimizdan xo'sh. Ya'ni Matizimizning narxi 63 million so'm yozib qo'yilgan. 63 million so'm. 5 milliongacha aksiya. 5 milliongacha aksiya. Yaqinroq ketib ko'rsangiz ham bo'ladi. 5 million so'mgacha mana yili 2015-yil 96 ming probek. Mana 63 million so'm. Mashinamiz narxi 5 million so'm aksiyada. 63 million so'm, ya'ni 58 million so'm. 58 millionga tushadi mashinamiz. 58 million so'm qilib beramiz. 58 millionga tushib beramiz mashinamizni. Mashinamiz polni radnoy. Zanglari kondisionerlik varianti bormi? Zang, pang, hech nimasi yo'q. Mashinamiz zo'r holatda konditsioner polni ishlaydi. Mana. Mashinamiz propan gaz balonda. Balonlar ham yaxshi holatda, bemalol yangi balon chalib bosib qo'yilgan. Chotki xarid qilishingiz mumkin. Xullas, barcha ishlar qo'yilgan. Konditsionerlargacha bor, issiq kunda 58 millionga yil nechiriz? Labay. Yili nechiriz? 2015-yil. 15-yil yangi mana Matizchamiz. Xullas, kelsangizlar bemalol. Keyingisiga o'taylik. Keyingi Matiz avtomashinamiz 2014-yil Mix 3 talik, best emas, 3 talik. Просто Euro variant. Euro variant. Lux konditsioner. Mashinamizning narxi ko'rsatib o'tamiz. 60 million so'm, 5 million so'm aksiyada. Ya'ni 55 million so'mga beramiz. 55 million so'mga mashinamizni beramiz. 106 probek 2014-yil. Bunda gazlar yo'qmi? Bunda propan gaz baloni bor. Ichki qismlarni ham bemalol ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Mashinamiz ideal holatda Lux konditsioner mashinamiz. Lux konditsionerlar ishlab turibdi. Salonlarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q, sveji holatda turibdi. Mana salonchalarga qaranglar. Xo'p. Xo'p, keyingi 5 millionga beramiz buni. Keyingi avtomashinamiz Matiz 2018-yil. Mashinamiz holatda ideal holatda yangi Matiz so'raganlar uchun 2018-yil Matizimiz. Bu mashinamizni ham propan gaz balonda, balonlari yaxshi holatda. Mashinamizning narxi 67 million so'm yozilgan. Bunga ham 5 million. 5 million so'm aksiyada 62 millionga tushirib beramiz. 18-yil yangi chiqqan 94 ming probekda mana mashinamiz. Salonlar ham bemalol ko'rsatib beradi. Qulfaga mashinamiz, salonlari ham ideal holatda turibdi. Bu aka, buni ham konditsioner bormi, yo'qmi? Bunda yo'q, bunda konditsioner yo'q. 2018-yil bu konditsionersiz kelgan. Konditsionersiz variantda. Yangi Matiz so'radingizlar, mana yangi Matiz 18-yil. Xo'p, endi Sparkimiz. Spark avtomashinamiz. Bu mashinamiz yil 2014-yil. Mashinamiz chotki, holati zo'r holatda. Mana 14-yil mashinamiz 19 ming probekda 80 million so'm narxi ekan. Salonlari mana salonlarda ham qirilgan, chizilgan joylari yo'q, chiqollari, polliklari bor ekan mashinamizda.
Xo'p. 80 million so'm yozilgan, xuddi aytilgandek 5 million so'm aksiyada 75 million 75 million so'mga tushadi. 2014-yil 69 ming e'tibor beramiz. 69 ming probek. 69 ming probek. Mashinamiz polni radnoy, propan gaz balonda mashinamiz. Propan gaz balonda mashina. Polni radnoy. Xolasa, mexanika. Oldinlari yangi qo'yilgan. Yangi. Motor yangi. Xolasa. Mashinamiz o'ta Yangi ideal boshqachalar holatda, polni radnoy mashinamiz. Hozir polni radnoy bo'ladi mashinamizda. Kraskalari yo'q bo'ladi-a? Kraskalari yo'q, umuman. Polni Toza radnoy mashinamiz. Xolasa. Mana endi. Toza mashinamiz. Nexia 2 ni Nexia 2 legendalarimizdan boshlaymiz. 2016-yil holati ideal holatda mashinamizni umuman qirilgan, chizilgan, kraska joylari yo'q. 4 ta yangi balonchalar bosib 4 ta yangi balonlari mavjud. Mashinamizning narxi 84 million so'm. Buni ham xuddi shunday. Mashinamizning narxi 84 million so'm, 8 million 400 ming so'm bosh to'lov evaziga olib ketishingiz mumkin aziz obunachilar. E'tibor beramiz. Xo'sh, mashinamiz 2016-yil holati o'ta ideal. Bunga ham 5 million so'm skidka bo'ladimi? Yo'q, bunga 5 million so'm skidka emas. 84 millionni o'ziga chiqarib beramiz. Faqat 5 million skidkalarimiz 5 million skidkaga yopishtirganlar uchun. Bunda yopishtirilmagan, bu narxi xuddi shu. Bu 84 million so'mga beramiz mashinani. Mashinamiz metan gaz balonda, metanchalar bor. qiladigan ishi yo'q. Olasiz haydaysiz. Tamam. Ham xarajati yo'q, 1 tiyinlik ham xarajati yo'q. Olib haydasangizda bo'ladi. Xo'p. Keyingi Nexia 2miz. Xo'sh, bu Nexia 2 avtomashinamiz 2016-yil. Xuddi shuni vaziyatda, polni lyuks konditsioner. Mashinamiz metanda, qiladigan ishi yo'q. Balonlari yangi holatda turibdi. Mashinamizni xarid qilganlar uchun, barcha mashinamizni xarid qilganlar uchun chexollar qo'shib beramiz. Bonusga chexol qo'shib beramiz. Xudo xolasa mashina sotganlarni bonus beramiz hammasiga. Ha, chexol, poli. Bizda doim bonusimiz bo'ladi har xil. Xo'sh, bu mashinamiz ham xuddi shunday. 84 million so'm narxi, 5 million so'm aksiyada 79 million so'mgacha tushirib beramiz aka. 79 million so'mgacha tushadi. 16-yil 124 ming probekda mashinamiz. Bunda gaz bormi? Metan gaz bor. Metan gazlari ham bor mana. Xudo xolasa kelsangizda mashinalarimiz hammasi polni radnoy, top-toza mashinalarimiz. Nexia 3 avtomashinamiz. Avtomat korobka, Nexia so'raganlar uchun. 2021-yil holati ideal. Kelasi. Balonchalarga qarang, to'rtta yangi baloncha bosib qo'yilgan mashinamizga. Mana salonchalarimiz avtomat korobka, 21-yil. Mana salonlari ham ideal holatda turibdi. Xudo xolasa, pultlari ham bordan, pultlari ham bor aka. Pultlari ham bor. Mashinamiz ideal holatda. Mashinamizning narxi 9300. 9300. Azomonasiz e'tibor beramiz. $1000 boshlang'ich to'lov. 1.5 ming boshlang'ich to'lovlaringiz bo'lsa bo'ldi akalar. Kelasizlar. Mashinamiz kelasizlar. Minib ketaverasizlar, o'zi 3 yilgami, 5 yilga ham hisoblab beramiz. Shunaqa. Oylik to'lovlarni. Keyingi Cobalt legendamiz. Cobalt so'ragan aka-ukalarimiz uchun avtomat korobka. Avtomat korobka. Mashinamiz kurgovoy shumkada. Shumka bo'lgan pol mashinamiz. Shumkada. Ideal holatda. Yana ichki qismlar tuning qilib o'tilgan, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Ichki qismlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana mashinamizga qilib o'tilgan ishlardan xudo xolasa, chexollari akvaprintlar qilingan. Mana 93 ming probekda mashinamiz, rullari ham e'tibor berasizlar. Trekker bar, trekker rul, start stop, monitor bor ekan, trekker bar, trekker rul, monitorlarigacha bor mashinamizda. Bir tiyinlik xarajatlari yo'q, hamma ishlar qilib qo'yilgan sizlar uchun mashinamizga. Xudo xolasa. Bu benzindan aka yo bunda ham gaz bormi? Yo'q, bu metanda. Metanda. 4 ta archa, yangi archa balonlari bor, metani mavjud. Mashinamizning ichi yo'q. Kelasizlar. Narxini qanchaga beramiz buni? Olib ketasizlar. Narxini gaplashamiz, 10800 ga qarab hisoblayapmiz. Yana kelishib beradigan joylari bor, xudo xolasa mashinasi. Avtokreditga boshlang'ich to'lovga qancha bersa minib ketadi? Boshlang'ich to'lov $1800 ga ketadi akalar. $1800 bilan kelsangizda mashinamizni minib ketasizlar. Oylik to'lovlarini xudo xolasa hisoblab beramiz. 1 tiyinlik xarajat yo'q, metan gazlari bor mashinamiz. Olasizlar, 1 tiyin xarajat qilmaysizlar xudo xolasa. Cobaltchani avtomat korobka mazza qilib haydab yuraverasizlar. Albatta jigarlar. Mogodan mashina xarid qiling akalar. Boshlang'ich to'lovlarni ko'ribsiz, arzon. Kelasizlar, mashinalarni xarid qilasizlar, olib ketasizlar akalar. Ha, o'sha 2 soat, 3 soat. Yana bir narsani tushuntirib o'tamiz, 2 soat, 3 soat. Faqat 01 tayyor nomerli mashinalarimiz uchun. Mana tayyor 01, mana 01, Sparkimiz 01. Mashinalar tayyor nomerli mashinalarimiz uchun 2 soat 3 soat. Faqat 01 nomerliklar uchun. Nimaga 1 kun, 1,5 kun vaqtimizni olyapsizlar? Azomlachilar, bizda xabaringiz bor, ko'chadan ham, o'zingizga yo'qgan mashinalarni ham olib kelsangiz taxlab beramiz. Bemalol cho'tki qilib, variant qilib beramiz. Bozordan masalan tanlab kelgan mashinalaringiz bo'ladimi? Qilib beramiz. Bunda nomer 80 bo'lganligi uchun 01 qilishimiz uchun 1 kun, 1,5 kun vaqtimiz ketadi.
Shuning hisobiga ko'p vaqtimiz oladi. Mana bunda tayyor mo'mir mashinalar bo'lsa 2 soat 3 soat. Kelasizlar. O'sha aytilgan gap. Pasport prava 2 soat 3 soat. 2 soat ishlarsiz, boshlang'ich to'lov. haydab ketaverasizlar. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Xo'sh, Matiz 68 milliongacha bo'lgan mashinalarimizga 10% xuddi shunday bir xil tartib 10% bosh to'lov evaziga xarid qilasizlar. Mana 68 milliondan yuqori bo'lgan mashinalar, past bo'lgan mashinalarimiz, ya'ni 67 million, 65 million, 50 million bo'lgan mashinalarimizga Aha. eng minimal summa 6 million 750 ming so'm bo'ldi. Buni aytib qo'yamiz. 6 million 750 ming. 50 million so'm mashina xarid qilsangiz ham 10% 6 million 750 ming so'm hisoblanadi. Boshlang'ich 10% 6 million 750 ming so'm hisoblanadi. Yana ko'chadan olib kelgan mashinalaringiz Spark bo'lsa 10% bosh to'lov. Nexia Matiz bo'lsa agar 15% kamida bosh to'lov bilan chiqarib beramiz aziz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Kelasizlar. Mana shu yerga mashinalarimiz kelib, o'zlar ko'rsatgan bo'ladi. Ustalarni olib kelib ko'rsalar ham oladan bemalol. Bemalol ustalarni ko'rsatib, Kelinglar, usta olib kelasizlar, xohlaganlaringizni tekshirtirib ko'rasizlar, mashinalarimiz ma'qul bo'lsa bemalol olib ketaverasizlar. Sizlar uchun aksiyalarni, skidkalarni bombasin qilishni davom ettiramiz. Mana shu yerda ko'rib turmagan, balki boshqacha mashina olmoqchi bo'lsangiz ham ulardan ham topib beramiz, xohlasa kelsangizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Unda mayli akajon, sog' bo'lasizlar. Ishlagan omad, sog' bo'linglar.